Hürmetli vatandaşım, bugün bir leksiyalar söz yapaldık. Hani bir işki eğiz gep kılıştan evvel Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Pence Efendi'nin mundak mavzuda sözlügen sözlemesen Amerika Koşmuş Ştatlarının mavun Prezidenti Pence Cungo'nun tamojni beja arkalık 3 elişiği davamlık kattık zerbi birimiz dep görsetti. Mavzulu haber 7. ayının 18. gün Amerika Avazı'nın Xitay Tili programı ilan kıldı. Haber mundak başlandı. Muhakeme koşumuz onun kriz sözünmüşü olsun. Washington, Amerika Koşmuş Ştatlarının mavun Prezidenti Pence 7. ayının 16. günü yani haftanın 1. günü Savdo Ministerliği'de notok sözlügende Savdo Ministerliği'nin hizmetleri ve savdo meselesine mühim toxtaldı. Mavun Prezident Pence notqıda Jungo agahlandırış verip mundaq görsetdi. Agar Jungo davamlıq öç alıdiken Amerika çekinmeydi. Davamlı qattiq tadbir qo'llanadi. Mavun Prezident Pence mundaq ko'rsatdi. Barliq sohalarda Jungoning Amerika tovarlari qo'ygan beji, Amerikaning Jungoning tovarlari qo'ygan bejining 3 hassiga barobar keladi. Jungo hatta Amerikaning ba'zi mahsulotlarining Jungoda sotilishini chetga qoqdi. Mavun Prezident Pence mundaq ko'rsatdi. Aniq ko'rsatib qo'yayki, Amerikaning Jungo tovarlariga boj qo'shib o'taga birinchi zarbili emas. Kelgisi texmi ko'p boj qo'yiladi. Boj qo'yish Jungoning Amerika şirketlerine texnika o'tinib berishi zo'rlig'anligiga hamda Jungo savdo siyosatining texmi keng doirada Amerikaning iqtisodiga keltirgan ziyonlariga qartaladi. Texmi ko'p boj qo'yiladi. Amerika keltirgan ziyonlar qartaladi. Mavun Prezident Pence agahlandırıp bundaq ko'rsatdi. Agar Jungo adil savdo qilishni rad qiladigan bo'lsa, Amerika dehqonlaridan va sanoat savdogarlaridan davomliq o'ch oladigan bo'lsa, Amerika dehqonlaridan va sanoat savdogarlaridan davomliq o'ch oladigan bo'lsa, Jungoning rahbarlari shuni bilib olishi kerakki, Amerika chekinmaydi. Amerikaning irodasi sunmaydi. Amerika davomliq qattiq tadbir qo'llanib, Amerika emgakchilarini qo'g'daydi. Taki Jungo nishonini o'zgartguncha. Mavun Prezident Pence yana mundaq ko'rsatdi. Amerika savdo aloqalari uzundan beri tuvan o'rinda turib keldi. Iqtisodda taslim bo'ladigan bir allaqachon oxirlashdi. Amerika davomliq erken ve adil beraber savdo kelishimini qo'lga keltirishga tirishchilik ko'rishdi. Vatandaşlarım sizlerge ayanki savdo urushi Amerika Jungo o'rtasida jiddiy ketayotgan bir paytda yo'qsizda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Helsinki, Finlandiyaning poytaxti Helsinkida uchrashdi. Suhbat o'tkazdi. Jahonning diqqat qilish nuqtasi yoki targ'ib qilish yoki bu xabarni xabar qilish nuqtasi, ya'ni savdo urushni xabar qilish nuqtasi darhol Helsinki suhbatiga o'tgan. Biz boshda ko'rib o'tdik. Hozir Amerika Jungo bir xirisga duch keldi deyli. Oyda Amerika Jungo tarafdan kelayotgan bir xirisga duch keldi. Ya'ni nima xirisqa? O dünya tertibini o'zgartmoqchi. Boshqa ko'targan davlat sifatida dunyo tartibini o'zgartmoqchi. Shunga bu xirisni Amerika qabul qila olamdi, qilamamdi, shu masala keldi. Amerika qabul qila olmasa, ziddiyatlar qanday davomlashadi? Shu masala keldi. Jungo yaqindan beri alaylik hozir biz boshda Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministerligi muhimni so'zini angladik. Suhbat qurishga biz tayyor, lekin shart qurilma xarakterlik o'zgarish asıl. Qurilma xarakterlik o'zgarish biz dedik başta ko'rsatdik. O ikki narsaning yoki bir narsaning ikki organik taraf, ikki tarafi. Biri bu davlat Jungoning iqtisod qurilmasi. Ikkinchisi bu davlat Jungoning siyosat qurilmasi. Ikki qurilmani qo'shganda bugungi Jungo hosil bo'lib turibdi. Hozir Mo'yin savdo ministri Mo'chin nima dedi? Qurilma xarakter
qurulma xarakterlik o'zgarish hosil qilishni qabul qiladiganlar bo'lsang, buning ma'qul deydiganlar bo'lsang, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati sen bilan savdo suhbatini asli keltirdi. Suhbatni qayta boshlaydi. Lekin boshda nima dedim o'chan? Amerika Jungo o'rtasidagi savdo suhbati uzun kesil tugashdi. Shunga diqqat qilyapmiz Torbatirda obzorchilar, tahlilchilar nima deydi? Hozir ikkinchi Apiyun urushi davrida. Mesela Venjao şundaqda ikinci Apiyun urushi davri. Mesela 1940-yil Apiyun urushi Jungo'da boshlandı. İkinci qatimliq Apiyun urushi 1956-yil Jungo'da boshlandı. Bu savdoning tahdidi hozirgacha Jungo'liklar, analizchilar, ziyolilar tahlil qilib kelganda, undaq masala Angliya tarafda emas, Apiyun urushini boshlagan Angliya tarafda emas. Ya Jungo'ni qaqsoqchilik tarafda emas. Ayni chog'dimi Angliya Amerika savdosi o'rtasida ta'tirpar qizil raqam o'rtaga chiqqan gap. Bu qizil raqamni shu vaqtdagi Manchun hukumati paydo qilgan gap. Xuddi bugungi qizil raqamni Jungo Kompartiyasi paydo qilganda. Tushundingizmi vatandoshim? Shu vaqtida Angliya qizil raqam bilan savdoda ziyon tortganligi uchun Apiyun ekilib setishga majbur bo'lgan. Savdoda buni undirish yoki bu chataqni tugutish uchun Apiyun ekilib setishga majbur bo'lgan. Mesela şu vaqtdagi eng zo'r farqning o'zini xuddi hozirga o'xshash. Mesela Jungo'ning hozir Amerikaga chiqarayotgan savdo mahsulotlari, eksport mahsulotlari ko'p. Amerikaning Jungo'ga eksport qilayotgan mahsulotlari az bo'lganda, ayni chog'da Angliya bilan Jungo savdosi xuddi shunga o'xshash. Shu vaqtdagi Manchun hukumatining Angliyaga savdo setib bilan eksport qilayotgan mahsulotlarning soni ko'p. Angliyaning Manchun hukumatiga, Jungo hukumatiga elib kirilgan yoki eksport qilingan mahsulotlar az. Bu demak, mo'sha nisbat, mo'sha selishtirma savdoda qizil raqam, savdo ta'tir farqini paydo qilsa, bugun shunda vaqt yetib keldi. Anda Benjamin deydi, ikkinchi qatimliq Apiyun urushi davri boshlandi. Jungo hukumati hozirgacha men bugungacha joylik qildi degan gap. Hozir Germaniya dolqinlari nima debdi? Bu qatimki Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bilan Jungo Xalq Jamhuriyati hukumati o'rtasidagi savdo mojarosini vakil va savdo vakili Liu He hal qilmadi. Buningga endi rais Xi Jinping o'zi o'rtaga chiqish kerak bo'ldi. Xuddi Jongshin sherikatini hal qilish uchun Xi Jinping o'zi o'rtaga chiqib, Amerikaga iltimos qilib, Jongshin sherikatini qo'yib etinglar degandek bir gaplar Xi Jinping demdi demam. Lekin bu gapni turib tursin, xalqlik masala Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo ministri Mo'chin nima dedi? Qurolma xarakterlik o'zgarish. Ag'ina bu ish davlatning siyosiy tuzumi, iqtisodiy tuzumi, davlatning planliq egiligi, Xitoylar qo'yib berib etgan planliq egilikning hozirgi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida mustamlik Uyg'uriston davomlashyapti. Planliq egilik degan nima degan gap? Jungoning ichki sanoati paxta kerak bo'lsa keltirsan Uyg'ur. Jungoning yenik sanoati ko'ktammak kerak bo'lsa ko'ktammak tarisan Uyg'ur. Jungoning ichki bozoriga yel yemish kerak bo'lsa chilam bilan badam ko'chatini o'stirsan Uyg'ur. Sening ixtiyoring yo'q. Sening yeziligida iqtisodiy erkin yeziligi iqtisodi bilan shug'ullanish huquqing yo'q. Chunki Uyg'uristonda Uyg'uriston Xitoyning quli. Uyg'ur sen faqat shuni qabul qilsan. Ya'ni Jungoning planliq egilik iqtisodiy tartib bo'yicha nimani belgilab bersa, shuni taraysan. Demak, shuning bilan mustamlik iqtisod Uyg'urning iqtisodi ajoyib, g'aroyib taraqqiy qilish bosqichi. Dal mana hozir kelayotgan gap nada? Balki bu yerda Uyg'ur nazarda tutmagan ikkinchi gap. Jungo sen bugun qurolma xarakterlik o'zgarish hosil qiladigan bo'lsang, Amerika Qo'shma Shtatlari sen bilan savdo suhbati o'tkazishga tayyor dedim o'chan. Endi Jungo sen qanday o'zgartsan? Mesela qurolma xarakterlik o'zgarish va siyosat mayli iqtisod sohasida bo'lsin, mesela iqtisod sohasida Tibetga Xinjiang qaratgan mustamlika iqtisod
Cungo iqtisodiyning harbisiga chetib qo'yish yoki Cungo mustamlik hukmronligi harbisining bir shaxinasiga aylantirib qo'yish Tibetning iqtisodi bilan Uyg'urning iqtisodini. Bu o'zgarish sen yetib kelsa, agar mushni qabul qilsang, qaraganda sen qabul qilmasang, bundan qutlanmaysan Cungolik apandi hozir. Mo'chin apandi o'tirib qo'yib, Iqtisod ministri qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qildi. Hosil qilmasang suhbat boshlanadi, suhbat yo'q. Sizga bu agar Cungolik apand dal mana shunday bir paytda Helsinkida avvalgi prezident, sobiq prezident bosh masalan, hozirgi prezident hozir kechiringlar, Arliqdagi prezident sobiq prezident George W. Bushning dadasi prezident Bush Helsinkida Gorbachev bilan suhbat o'tkazgan. Bugun endilikda Helsinkida prezident Trump bilan Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin suhbat o'tkazdi. Yuqorida ko'rib o'tdik. Ikki davlat hamkorlashamdi. Ikki davlat hamkorlashib Jungoga taqobil turamdi. Bu savollar qo'yildi. Lekin konkret gap, o eg'ir gap. Hozir nemishqa ikki davlat o'rtasida buni oshkorlaydigan, oshkorlamaydigan ish bo'ladi dedi. Biroq ikki davlat prezidentlari, prezident Vladimir Putin bilan prezident Trump apandi maxfiy suhbatlashdi. O'tganki bir xabarda tarjimon ishlatmay maxfiy suhbatlashdi degan. Bu qatim tarjimon ishlatish orqali maxfiy suhbatlashdi. Oxir nima dedi? Bu qatimki Helsinki suhbati Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabati. Shuningga aloqador suhbatlar. Masalan, Cungoni tilga olib, Jungo masalasini muhokama qilishlar degandek bu shunday mazmunlardaki Helsinki suhbati jonning siyosatini o'zgartirdi deb xulosa chiqaribdi, hurmatli vatandosh.